Feruz, dugonajon, bu nima ahvol? Nimaga bo'tga chiqib turibsan, yaxshimisan? O'zim kelganimdan keyin palatangga kirar edim, dugonajon. Voy, Ra'no, qiziqsana. Ha, meni deb shuncha uzoq yo'ldan kelasan-u, nima men osmonga qarab yotaymi? Nima qilding? Topoldingmi ishqilib? Albatta topdim. Menga eng yaqin dugona bo'lasanu topmaymanmi? Ilojini qildim, dugonajon. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ha? Rahmat, o'rtoqjon. Lekin buni qaytara olarmikin mana? Sen hozir tuzalishni o'ylagin, Feruza. Undan keyin ishxonamdachi bir hamkasbimiz bor. Men bilan juda ham yaxshi. Seni ahvolingni unga aytgandim, uni ham senga rahmi keldi. Keyin 30 million oldi u ham kredit. Mana hozir hammasini dollar qilib senga olib kelib beryapman. Maylimi? Voy, rahmat, Ra'no. Sen-ku o'zimnikisan. Lekin o'rtog'ingni pulini qanaqa qilib qaytaraman, a? Buni ustiga hali beri ishlolmasam. Dugonajon, u haqida hech narsa o'ylamagin. Mana men borman-ku. Avval boshida o'zim to'lab turaman. Eson-omon oyoqqa turib, yaxshi bo'lganingdan keyin birgalashib ikkalamiz to'laymiz. Sen bu taraflarni o'ylama. Muhimi seni sog'ayib tuzalib ketishing. Maylimi? Mayli, men kira qolay, kutib qolishdi, xo'p? Mayli, rahmat o'rtoqjon. O'zing ehtiyot qil. Qo'ng'iroq qilaman. Ha? Xo'p.